Yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men ismim Farhod. Bugun qonunlar kanalini qizg'in qarshi olmay. Mablag' silish qatorlik mablag' sog'inchida ehtiyojim bo'lib, ham o'zingiz xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Bugun men sizlarga so'zlab berdim. Exchange Trade Fund. Yana biz buni ETF deymiz, qisqartib yoki bo'lmasa Index Fund deymiz. Biz paychaklarga mablag' sog'inchida cho'qim ETF'larni bilishimiz kerak. ETF degan nima? Men sizlarga deb beray. Boshda ETF'ni so'zlashdan burun men sizlarga cho'ng grafiklarni so'zlab beray. Amerikaniki birinchisi DJ yana buni Dow Jones deymiz. Uni cho'ng anglab baqqanlar bo'lishinglar mumkin. Bu Amerikaniki paychak bozorida eng burun baliq kelgan. Buni Charles Dow deb bir odam 19-asrning oxirlarida deyman, shu chaqda ijod qilgan. Bu shu chaqda Amerikaniki shirkatlarining, shu paychak bozoridagi shirkatlarning eng cho'ng 30 shirkatning paychakining o'ttira hisobdagi bahosini chiqarib Dow Jones deb mush grafikni bekitgan. Hozir Dow Jones'ning bahosi menimcha 30 minglar atrofida. Ikkinchisi nima? S&P 500. S&P ma 8 emas, N degan gapligi, va degan gap, yaxshi yozmadim, kechiringlar. S&P 500 S&P 500 degan 20-asrning o'rtalarida ijod qilingan. Bu shu S degan standard degan gap, P degan poors, shu namrat deganlar gap. Bu shu Amerikaniki o'ziniki butun shirkatlarining 500 eng yaxshi shirkatlarininki o'rtaq bahosi. Hozirgi bahosi 3000 atrofida. 3000dan sal jiqroq chiqib tushib qotdi. Buning ichida Alma, Tesla yaqinda kirdi. Tesla shu 2020-yilning 12-oylarida aran kirdi. Bunga kirishmi uncha oson emas. Bular shu shirkatlarniki o'ziniki shu elib setish, o'zlariniki qilayotgan ishlarga, baholarga, masalan Tesla shunda yomon turib, shunchalar necha yil tirishib kiramadi, chunki ularniki mashina setish nimasi yaxshi bo'lmadi. Bu chaqlarda yaxshi bo'lmaganligi uchun kiramay, necha yil tirishgandan keyin sal mashina setish nomerlari ko'pligandan keyin aran kirdi. Agar bag'ansini yaxshi qilolmasangiz, bu 500 dan ichidan chiqarib etib, yaxshi shirkatlarni kirgizdi. Shunga nihoyat yaxshi bu S&P ni men davomli qarab turman. Eng cho'ngi Dow Jones, lekin men S&P ga bekor qarayman. Undan keyin nima bor? Nasdaq. Buni anglaganlar bilish mumkin. Nasdaq qachon baliq kelgan? 1970-yil, 71-yillari baliq kelgan. Buningda 100 shirkat bor. Bu New Yorkniki bozorniki nimasida. Bu cho'ng grafik. Buningda butunlay yangi texnika, elektronlik texnikalik shirkatlar ichida bor. Masalan, Tesla buning ichida bor, Alma shirkati, Amazon, Microsoft degandek yangidan chiqayotgan. Buning ichidami chet elniki shirkatlarim bor, paychaklarim bor. Yangidan kiryapti. Buning kirishmi unda oson emas. Lekin buningki mashqisi qaraganda chiqib tushish, volatility shunday kuchli. Nima uchun? Albatta yangi texnika, elektronlik paychaklar bo'lganligi uchun. Buningki bahosi hozir $13,000 atrofida. Bu masalan odatda sal-pal krizislar, sal-pal tushishlar bo'lgan chaqda 20% tushsa, balkim S&P 10% tushishi mumkin. Ya bo'lmasa 7-8 degandek.
Dow Jones'ga texmi az buldu. Belki 5%. Şundayroq buldu. Bularninki ichida qalaniki ETF'si bor. ETF'si S&P'ninki bor, Nasdaq'ninki bor. Nasdaq'ninkini nima deymiz? Nasdaq'ninkini US Tech 100 mı deymiz? Bunun Nasdaq mı deydiganlar bor ba'zi yerda. Endi ETF degan qandaq narsa degan chog'da men oldin sizlarga bir o'yininkini tunishtirgan rates deb. ETF degan siz masalan paychek olgan chog'da paycheklarni olmay udulam mushu masalan mushu Nasdaq 100 ni ya bo'lmasa US Tech 100 ni setib olsangiz bo'ldi. Mushu 13 ming dollar. Ba'zan men sizlarga tunishtirgan sahiflarda masalan e'tiborlarda buniki birsini emas, noldan nechini setib olsangiz bo'ldi. Masalan, Bitcoinlarni mashta setib olg'il bo'ldi, masalan, noldan necha degandek. Buni noldan 1 seni setib olsangiz, 1300 dollar setib olasiz. Buni chiqib, hozir Nasdaqniki mushu oldingi 10 yilning ichidagi mushu har yili chiqish nisbati 30%dan 40% kichik. Shunchalik yuqori chiqyapti, lekin biz bilamiz 2000-yili mesela cho'ng krizis yuz bergan elektronlik yangi texnikalik paychaklarga. Shuningga ba'zan chog'da agar krizis bo'lib qolsa, bularga cho'ngroq krizis keldi. Shuningga bunaga diqqat qilib ilishingizni sizlarga tavsiya qilman. Nasdaqniki oldingi 65 yillik o'sish nisbati 13%. Yezib qoldim. 13'te neçi %, 13'te 4 mi, 13'te 5 mi shunchalik. Shunda yaxshi o'rlaydi, shunchalik muqim. Uncha cho'ng xatirim yo'q. Shunda yaxshi, agar siz yangidan boshlab men ishni o'qimayman deb, men qaysini olsam bo'ldi, o'qimay qolgan bo'lsangiz, S&P 500 ni olsangiz bo'ldi. Hozirlam kirib olsangiz bo'laverdi. Lekin endi ba'zi sal yuqoriroq tushgandirek bir necha %. Ya bunu sel pal krizis bo'lib 5% tushgan chog'da olsangiz hech nima bo'lmaydi. Ham oldingi necha yilda jiq o'rlimida 4-5%dan, masalan 10 yilning oldinlarida 4-5% o'rildi. Lekin necha yil bo'libmi 2018dan keyin 2018dan burunmi necha yil 30% o'rildi. Bir yilmi ashta. Yana bir yil 20 necha %. Anki 2017-18 sal tushdi deyman, 4-5%, 7% dek o'rildi. Anki 2019dan boshlab yana 20%, 30% o'rilyapti. Balki bu necha yilmi shunda o'lish mumkin. Lekin hargizmi sizni noumid qo'ymaydi. Lekin agar siz men buni ichidagi ba'zan shirkatlarni 500 shirkat paka, ba'zan shirkatlarni men yaxshi ko'maydim desangiz, jihlar qanday qildi desangiz, shu Google'da izlab Mush 500 şirketning ichidagi qaysi shirkatlar bor? Qaysi shirkatlar eng yaxshi 10 shirkat qaysi deb biz S&P'ning ichidagi 10 shirkatniki o'zi yaxshi ko'rgan shirkatlarniki bahosini oldi. Shu pachaklarni oldi. Buning ichida Tesla bor. Masalan, Nasdaqda Tesla bor, Nasdaqda olma bor, S&P'da olma bor. Misol degandek. Shunday yaxshi shirkatlar bor, o'zingiz qarsangiz bo'ldi. S&P'da yangi texnikalar emas, boshqa Do'rniki, shu ko'ngil ochilgan bu shirkatlarning yaxshi paychaklar bor. Jihtlari shunday qildi, lekin mening tavsiyalarim ularmi, masalan, o'sha eng yaxshi shirkatlarni olganlarni shunday ichidan tanlab, ba'zan chog'da yana ularniki chiqishi, ularniki pul qazanishi, masalan 13% kim yetmay qoldi ba'zanda. Masalan, shu S&P 500'niki o'ziniki shu chiqishini uqtamay qoldi. Masalan, bu yil S&P 500 15%, 18% o'sgan bo'lsa, ularniki ba'zan chog'da har qitim shunday bo'lmaydi. Ba'zan chog'da ular 10% ya 7-8% uftadanlar bor. Shunga hamda ularga diqqat qilsangiz bo'ldi. Shundaq
Endi men yana boshqa ETF'larni sizlarga tanishtiray. Boshqa yana shunday yaxshi ETF'lar. Bu ETF'larmi necha ming xil ETF bor. Masalan, bütün oltin kan şirketlerinin ETF'leri, neft şirketlerinin ETF'leri, yana IPO degan yangidan chiqayotgan bozorga yangidan silingan masalan Airbnb'ni biz bilamiz. Airbnb'mi yangidan IPO qildi. Bahası shunchalik yuqorilab ketdi. Masalan 2020-yil 12-oyda IPO qilgan. 90 koydan chiqargan shu kunning o'zidan $200 chiqib ketdi. Hozirmi shu $190 atrofida. Bu yangi IPO qilgan shirkatlar odatda 6 oydan 12 oydan keyin aran tanishilib o'z joyiniki bahasiga qaytib keldi. Shunaqa Airbnb'ni men shunday yaxshi ko'rman, lekin hozirgacha olmadim. Bütün IPO qilgan shirkatlarniki shu ETF'sim bor. Necha ming xil ETF'lar bor. Masalan, yana yaxshi ETF'lar nima? QQQ ya bo'lmasa TQQQ bular hamsi texniklik shirkatlar chiqib tushishi shunchalik yuqori. Ba'zilar bularni yaxshi ko'rgan, men yaxshi ko'rdim, lekin men sizlarga qaysini tavsiya qilmayman desanglar. Shu hozirgi eng moda o'tgan men sizlarga tanishtirdim. Cathie Wood deb yog'och xonimniki Cathie Woodniki shirkati Arc Innovation. Uniki qaysi nimalar bor? Arc K Arc W Arc G Arc F Arc Q deb mesela 5 xil ETF'si bor. Buningda boshqa ETF'lari bor, lekin bir ikkisi bor deyman. 3D bu qildan. Mushu 5sini yaxshiroq menayotgani Arc W Arc G mi yaxshi menayotdi. Arc G mendim bor. Arc F Finance'niki Arc Q'ni ancha yaxshi ko'rmayman, lekin mushu 5-2 3si shunday yaxshi menayotdi. Lekin bularning hammasi nima? Buning ichidagi hammasi nima? Disruptive innovation. Çünkü Cathie Wood o'zilam shu disruptive innovation company'lam nima qildi. Men bularning hammasi mensi nima? Cathie Wood degan qanday odam? Men ayrim bir dars qilib yaxshi tushuntirib beraman. Bugun buningda vaqtimni zoya qilgim yo'q. Lekin ETF'larniki yana nimasiga diqqat qilamiz? ETF'lar odatda sizdan shu yilqi nimaga o'xshash Ratesga o'xshash sizdan ayrim pul oldi. Bularniki paychikini olsangiz, bularga mablag' solsangiz, odatda 0.6da 1% atrofida. 1% atrofida sizdan yillik mishtaq pul oldi. Qanchalik mablag' solgan bo'lsangiz, ularni vaqtga chaqdi yana inchikilab tushuntirib qo'yman. ETF degan shu. Shunga ETF'ni men bugun misakchi so'zlay. Tushunmagan yerlaringiz bo'lsa, menga ayrim gap qoldirib so'rasangiz bo'ldi. Mush videoni ostiga gap qoldirsangiz bo'ldi, yo bo'lmasa meniki Instagram hisobotimni qo'shib olsangiz bo'ldi. Instagram hisobotimniki adresi videoni ostida. Unda bo'lsa, kelasi sonda ko'rishaylik. Agar agashmagan bo'lsangiz, agashib qo'ying, boshmal taqdim besib qo'ying, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. Sizga ko'p rahmat. Allohga emanet.